Assalomu alaykum barchaga. Bugun ko'rib chiqadigan mavzumiz egri chiziqli harakat mavzusi ekan. Xo'p, birinchi savolda aytyapti: chiziqli tezlik, burchak tezlik va aylanish davri va chastotasi. Xo'p, birinchisiga qaraydigan bo'lsak, egri chiziqli harakatda oniy tezlik va tezliklarning yo'nalishlari qanday bo'ladi debdi. Xo'p, A variantda aytgan, bunda harakatda oniy tezlik aniqlab bo'lmaydigan. B variantda o'tkazilgan urinma bo'ylab mana shu bo'ladi. Ya'ni egri chiziqli harakat aylanaga urinma sifatida harakatlanadi. Ya'ni aylanma harakat bo'layotgan bo'lsa, misol uchun bu tezlanishdi vektori, bu esa tezlik vektori. Bu tomonga qarab harakatlanayotgan jismda tezlik vektori doim aylanaga urinma sifatida bo'ladi. Demak, 1 ga B javob. Ikkinchi savolda aytyapti, mana o'sha ikkinchi savolda chizma sifatida ko'rinishi E variant bo'ladi. Uchinchi savolda vertikal tekislikda aylanayotgan ipga bog'langan jism trayektoriyasining eng yuqori nuqtasida bo'lgan ipda ip uzib yuborilsa, u rasmda ko'rsatilgan trayektoriyaning qaysi biri bo'ylab harakatlanadi degan. Bu yerda mana urinma sifatida mana bu harakatlanyapti. Xo'p, bunda demak C variant bo'lar ekan. Keyingi savolimiz 4-savol. Aylana bo'ylab tekis harakat qilayotgan chiziqli tezlik vektorini toping deyapti. Ya'ni bu yerda A javob bo'ladi. Ya'ni modul o'zgarmas bo'lib, yo'nalishi uzluksiz o'zgarib turadi. 4 ga demak A javob bo'lar ekan. Xo'p, keyingi savol. Egri chiziqli notekis harakatda tezlik vektorining moduli va yo'nalishi o'zgarmas qoladi. Modul o'zgarmas bo'ladi, yo'nalishi o'zgarib turadi. Xo'p, E variant bo'ladi bunda ham, xuddi 4-savolda boshqacha variantda. 6-savol. Moddiy nuqta aylana bo'ylab shuncha tezlik bilan tekis aylanmoqda. Davrning 4/1 qismida moddiy nuqtaning tezlik o'zgarishi moduli qanaqa bo'ladi? Xo'p, 5-savol. Mana shu aylanma harakat bo'lsa, mana bu yerda turibdi jism. Bu yoqqa qarab harakatlanyapti. Va 4/1 qismiga kelsa, bu aylanish davrining 4/1. Xo'p, mana bu nuqtaga kelsa, aylanish davrini yarmiga keladi. Va mana bu nuqtaga kelsa, 3 ta davrning 4/1, yana 4/3 qismiga keladi. Va oxirida kelsa to'liq aylangan bo'ladi. Endi bizning savolda aytyaptiki, xo'p, 4/1 qismida moddiy nuqtaning tezligining o'zgarish modulini toping deyapti. Ya'ni xo'p, T/4 davrda u -2 V ga o'zgaradi. Bu nuqtaga kelgandan keyin tezligi 2V ga o'zgaradi va bu nuqtaga kelgandan keyin yana -2V ga o'zgaradi. Va oxirgi nuqtasiga kelgandan keyin 0 ga o'zgargan bo'ladi. Ya'ni shu formuladan topib olsak bo'ladi. Demak, 6 ga to'g'ri javob E variant bo'lar ekan. Keyingi savolimiz 7-savol. Moddiy nuqta aylanma bo'ylab shuncha tezlik bilan tekis harakatlanmoqda. Davrning 4/3 qismida tezlik o'zgarish modulini toping. Ya'ni -2 ga ko'paytirsak bo'ldi. Demak, 4 -2 bo'lar ekan javob. D variant. 8 ga g'ildirak sirpanmasdan shuncha tezlik bilan dumalayapti. G'ildirak gardishdagi A, B, C nuqtalarining yerga nisbatan tezliklarini toping. Mana endi 8-savolda ko'rib chiqadigan bo'lsak, xo'p, mana shu g'ildirak, mana bu yerda B nuqta, bu V bilan harakatlanyapti. Bu A nuqta va mana bunisi C nuqta hisoblanadi. V bilan bu g'ildirak ketayotgan bo'lsa, tepasi 2V bilan ketadi. Yerga nisbatan olinyapti bu. Yerga nisbatan olinyapti. Bu yerda A 0 bilan harakatlanadi, chunki tepasi 2V, pasti 0 bilan bo'lsa, o'zi V bilan harakatlangan bo'ladi. Ya'ni bu ham V bilan harakatlanyapti, g'ildirak o'zi ham V bilan harakatlanyapti. Qarama-qarshi vektor bo'lgani uchun bu yerda 0 chiqadi. Tepada 2V chiqqan sababi o'zi ham V bilan harakatlanyapti. Plus tepasi ham V bilan harakatlanadi. Yo'nalishi bir xil bo'lgani uchun ikkita V qo'shiladi bu yerda 2V bilan. Mana bu yerda esa -2 ga ko'paytiriladi. -2V dan o'zgaradi. Mana bu yerda ham -2V dan o'zgarar edi.
Xo'p, A nuqtasida demak 0 ga teng bo'ladi, B nuqtasida 4 ga teng bo'ladi va C nuqtasida 2,8 ga teng bo'ladi. 8 ga demak shunda B variant bo'lar ekan. Keyingi savolimiz 9-savol. Gusinissali traktor o'zgarmas shuncha tezlik bilan harakatlanmoqda. Gusinissaning yuqori va pastki qismlaridagi yerga nisbatan tezliklari qanday deyapti. Ya'ni gusinissa deb o'sha buldozer yoki traktorni oyoq qismini aytiladi. Ya'ni mana shu yer deb oladigan bo'lsak, shu yerga qarab harakatlanyapti. Gusinissaning o'zi 5 metr/sekund tezlik bilan harakatlanayotgan ekan. Yuqorisi 2V bo'lar edi, pasti 0 bo'lar yerga nisbatan. Demak, shunda tepasi 10 bo'lar ekan, pasti 0 ga teng bo'lar ekan. 10 ga 0 degan javob A variant. Keyingi savolimiz 10-savol. Agar avtomobil g'ildiragi eng yuqori nuqtasining yerga nisbatan tezligi 72 metr/sekund bo'lsa, avtomobilning tezligi qanday? Xo'p, 10-savol. Yuqori nuqtasining yerga nisbatan tezligi. Ya'ni avtomobil g'ildiragi mana bu yeri 72 metr/sekund tezlik bilan harakatlanayotgan bo'lsa, avtomobilning tezligini toping deyapti. Bu nimaga teng edi? 2V ga teng edi. Demak, yo'lda g'ildirakni o'zi nima bilan harakatlanadi? V bilan. 2 ga bo'lib yuborsam 36 metr/sekund tezlik bilan ketayotgan ekan g'ildirak. Demak, o'nga to'g'ri javob D variant. Keyingisi 11-savol. Bola L uzunlikdagi taxtani gorizontal tekislikda silindr ustida sirpanmoqda. Bola silindrga yetguncha qanday yo'l bosadi deyapti. Xo'p, bu yerda 2L bo'ladi. Buni sababi tushuntiraman hozir. Xo'p, ya'ni bola butonga qarab, ya'ni mana bu tomonga qarab V tezlik bilan yaqinlashsa, xo'p, silindrning o'zi ham V tezlik bilan uzoqlashadi bundan. Ya'ni V deyman, V/2 tezlik bilan uzoqlashadi. Ikkasini ayirmasini oladigan bo'lsak, ya'ni L uzunlikka yetishi uchun V ko'paytirish T vaqt sarflaydi. Xo'p, shu vaqtda L ga yetishi uchun, xo'p, ya'ni bu yerda ikkita vektor yo'nalishdosh bo'lgani uchun, yana qarama-qarshi hisoblangani uchun ayirib tashlanadi. Ya'ni V/2 ko'paytirish T bo'lishi kerak. Xo'p, yetib olish uchun, endi shu ikkalasi teng bo'lishi uchun mana bu yerdagi ikkinchi V 2V ga teng bo'lishi kerak. Ya'ni 2L masofani bosib o'tadi. Butonga 2 ko'paytirish bo'lib o'tsa, V ko'paytirishda 2L bo'lib chiqadi shunda. Keyingi savolimiz 12-savol. Bir minutda 1200 marta aylanayotgan ventilyator paragining aylanish davrini toping deyapti. Xo'p, aylanish davrining formulasi 1 marta aylanib chiqish uchun ketgan vaqtiga aytiladi. Ya'ni T/N. Aylanish vaqtini aylanishlar soniga nisbatan joy-joy qo'yib hisoblaymiz. Demak, 1 minut degan 60 sekund, 1200 marta degan. Xo'p, buni qisqartsa 1/20 qolar ekan. Bu 0,05 degani. Demak, 12 ga to'g'ri javob A variant. 13-savol. Velosipedchi g'ildiragi 0,5 minutda 60 marta aylanadi. Aylanish chastotasini toping deyapti. Chastotani formulasi shuni teskarisi, davrning teskarisi, ya'ni 1 minutda necha marta aylanishini ko'rsatuvchi kattalik chastota. Ya'ni bu 1/davrga teskarisiga teng edi. Xo'p, joy-joy qo'yib hisoblaymiz. 60/0,5 minut degani 30 sekund. 2 ekan. 14-savol. Moddiy nuqta 1 metr radiusda aylana bo'ylab shuncha Gz chastota bilan aylanmoqda. Uning chiziqli tezligini toping. Xo'p, ana endi bu formulani keltirib chiqarishimiz uchun aylana u V tezlik bilan harakat qilyapti. Ya'ni umumiy aylana uzunligi 1/2πr bo'ladi. Xo'p, shu aylanani 2πr masofani V ko'paytirish T tezlik bilan bosib o'tadi. Eslaringizda bo'lsa, aylanish davri yoki xo'p, chastotasi n/T formula edi. Shu yerga T ni topib oladigan bo'lsam, n/nu bo'ladi. Keltirib qo'yaman. V/n ko'paytirilgan
new teng bo'lishi kerak 2pi r formulaga. Endi shu formuladan bir marta aylanib chiqish uchun degani uchun v taqsim new barobar 2pi r bo'ladi. Endi shu yerdan aytayapti, uning chiziqli tezligini toping. V ni topishimiz uchun 2pi r new degan formuladan foydalanar ekanmiz. Joy-joyiga qo'yib hisoblaymiz. 10 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan pi 3/4 ga teng, ko'paytirilgan radiyusi 1. 6/8 bo'lsa 62/8 bilan javobi. 14 ga demak B variant. Keyingi savolimiz. 15-savol. Aylanish davri 8 sekund va aylanish o'qidan 4 metr uzoqdagi nuqtaning tezligini toping degan. 2pi r new formuladan foydalandik. Xo'p, yoki davr bilan ifodalasam 2pi r taqsim t bo'ladi. Joy-joyiga qo'yib hisoblaymiz endi. 3/4 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan demak 4 taqsim aylanish davri 8. Bu bilan bu qisqaradi. 3/4 ga teng bo'lar ekan. Xo'p, 15 ga demak B variant. 16-savol. Bolalar aravachasi g'ildiragining radiusi 1 sm bo'lib, aylanish davri 2 sekund ekan. Aravachaning tezligi necha santimetr sekund bo'ladi debdi. Santimetrga so'ragani uchun tezligini ham demak santimetrda topamiz. 2pi r taqsim t formulaga qo'yadigan bo'lsak, hop 2 ko'paytirilgan 3/4 ko'paytirilgan r radiusi 1 sm taqsim 2. Bu ham 3/4 sm taqsim sekundga chiqar ekan. 16 ga S javob. 17-savol. Soatning sekund strelkasi minut strelkasidan 2 marta qisqa. Strelkalar uchlaridagi chiziqli tezliklar nisbati qanday deyapti? Mana shu soat. Xo'p, tasavvur qiling, mana bu minut strelkasi. Mana bu soat strelkasi deyapti. Ya'ni bilasizlarki, soat strelkasi minut strelkasidan 2 marta kichkina ekan. Xo'p, buni r deb oladigan bo'lsam, bu r taqsim 2 bo'ladi. Chiziqli tezliklar nisbatini toping deyapti. Xo'p. Va minutda chiziqli tezligi demak 2pi r taqsim davr. Va sekundda soatda soat strelkasi ham 2pi r x taqsim t2, ya'ni bu t bor. Endi joy-joyiga qo'yib hisoblaydigan bo'lsam, minutga 2pi r taqsim, ya'ni 1 minut deb olamiz. Ya'ni bu 1 minut deb oladigan bo'lsak, ana endi bu tomonni 2pi r taqsim 2 pastiga tushadi. Ana endi bu soatniki 60 minut deb olamiz. Ana endi shu ikkalasini nisbat oladigan bo'lsam, v soat taqsim v minutda demak nisbat oladigan bo'lsam, xo'p, ya'ni 2pi lar qisqarib ketadi. Bu yerda 30 degan javob qoladi. Ya'ni mana bu yerda 1 taqsim 2 bo'lib ko'payadi. 1 taqsim 2 o'zimiz qisqaradi va ikkalasi nisbati 30 ga 30 ga teng bo'ladi. Demak, 17 ga shunda to'g'ri javob D variant bo'lar ekan. 18-savol. Radiusi 20 metr bo'lgan aylana shaklidagi yo'lda harakatlana boshlagan avtomobil 4 marta aylanib chiqib, 40 sekunddan keyin yana dastlabki joyga qaytib keldi. Pini 3 deb oling. Avtomobil tezligida qanday tezlik bilan harakatlangan? 40 sekundda 4 marta aylanibdi. Demak, 1 marta aylanish uchun 10 sekund vaqt ketibdi. Demak, buni aylanish davri 1 taqsim 10 bo'ladi. Xo'p, mashina tezligini topishimiz uchun 2pi r taqsim t formulaga qo'yardik. 2 ko'paytirish 3 ko'paytirilgan 20 taqsim mana bu yerda 10 bo'lardi. 10 bo'lar ekan. Demak, bu bilan qisqarsa bu yer 2.
4 ga teng bo'lar ekan uni tezligi. Y javob. Keyingi savol. 19-savol. Yerning Quyosh atrofida aylanishining chiziqli tezligi qanday? Xo'p, T barobar 2πr taqsim T. Shuni joy-joyiga qo'yib hisoblaymiz. 2 ko'paytirilgan 3/14 ko'paytirilgan demak radiusi 150 10⁻6 ko'paytirilgan kilometr yana metrga qo'shsam -3 qo'shiladi. Taqsim. Xo'p, aylanish davri 365 sutka deyapti. Ko'paytiramiz 24 ga o'tsa demak minutga o'tadi. Soatga o'tadi. Shuni 3600 ga ko'paytirsam keyin sekundga o'tadi. Chunki sekundda topishim kerak. Metr taqsim sekundda topishim kerak javobimni. Endi buni hisob-kitob qiladigan bo'lsak, uni taqriban javobi 3/7 ga erishar ekanmiz. Demak 19 ga to'g'ri javob Y variant. Demak, keyingi savol 20-savol. Xo'p. Kalashnikov avtomatidan otilgan o'q 500 metr taqsim sekund tezlik bilan harakat yo'nalishiga mos tushuvchi o'q atrofida doimiy shuncha aylanish chastotasi bilan aylanmoqda. O'qning 5 metr masofadagi aylanib chiqishlar sonini toping. Aylanishlar sonini. Xo'p, V barobar 2πr nu deb yozadigan bo'lsam yoki 2π xo'p r ko'paytirish demak n taqsim T bo'lar ekan. Xo'p, ana endi buni chizib oladigan bo'lsak, o'q mana bu tomonga qarab harakatlanyapti. 500 tezlik bilan mana shu nuqtadan boshladi deylik o'q harakatini va mana bu yergacha keldi. U qancha masofa? Ya'ni 5 metr masofaga keldi. Ya'ni s barobar v ko'paytirish deydi. Mana shu yerdan t ni topib olsam va mana bu t ni joyiga keltirib qo'ysam ham bo'ladi. Xo'sh, ana endi bu yerdan t ni topib oladigan bo'lsam 500 xo'p 5 ta bo'lamiz, demak 500 tezlikka 1 taqsim 100 degan formulamiz kelib chiqar ekan. Ana chastota barobar n taqsim t edi. Shu yerdan n ni topib olsak, bu yerda n aylanishlar soni nu ko'paytirilgan t bo'ladi. Xo'p, nuimiz bizada 3000 ga teng, ko'paytiramiz 1 taqsim 100 ga. Buni qisqaradi, bizga 30 degan javob kelar ekan. Demak 20 ga to'g'ri javob Y variant. 21-savol. Radius 2 metr bo'lgan aylana bo'ylab harakat qiladigan moddiy nuqta shuncha sekund vaqt ichida aylanani yarmini bosib o'tdi. Moddiy nuqtaning chiziqli tezligini toping. Demak, chiziqli tezlik formulasi v barobar 2πr nu edi. Yoki 2πr taqsim t edi. Xo'p, ana endi yarim davri 3/14 ga teng ekan. Joy-joyiga hisoblaymiz. 2 ko'paytirilgan 3/14 ko'paytirilgan 2 taqsim yarim davri 3/14 bo'lsa, to'liq davri 6/28 bo'ladi. Demak, bu bilan bu qisqarar ekan, javob 2 qolar ekan menda. 21 ga to'g'ri javob shunda A variant. 22-savol. Yerning sun'iy yo'ldoshi orbital radiusi 4 marta ortganda uning aylanish davri 8 marta ortadi. Bunda yo'ldoshning harakat tezligi necha marta kamayadi deyapti. Xo'p, yo'ldoshda o'zi birinchi tezligi 2πr taqsim t edi. Ana endi r2 nima bo'lyapti? 4 marta ortganda 4r bo'ladi. Davri 8 marta. T2 8t ga teng bo'lar ekan. Ana endi shu yerdan v2 ni topadigan bo'lsam 2π r2 taqsim t2 bo'ladi. Joy-joyiga qo'yib hisoblaymiz. Demak 2π 4r taqsim demak 8t. Endi buni soddalashtiradigan bo'lsam, bu bilan qisqaradi. 1 taqsim 2 ko'paytirilgan 2π r taqsim t. Endi mana buni o'rniga berilgan ifodan keltirib qo'ysam 1 taqsim 2 ko'paytirish v1 bo'lar ekan. Demak v2 2 marta kamayar ekan. B variant. 23-savol.
Yerning sun'iy yo'ldoshi orbitasining radiusi 9 marta ortganda uning aylanish davri 27 marta ortgan. Bunda yo'ldoshning orbita tezligi qanaqa kamayadi? 3 marta kamayar ekan. Hozir formamizga mos. Keyingisi 24. Kosmik kemaning orbital bo'ylab harakat tezligi 2 marta kamayib, radiusi 4 marta ortgan bo'lsa, uning orbital aylanish davri necha marta ortgan deyapti. Demak, v barobar 2πr taqsim t edi. Shu yerdan t ni topib oladigan bo'lsam, 2πr taqsim v bo'ladi. Mana endi r birimim. Ya'ni r2. Xo'p, radius 4 marta ortibdi. 4r bo'ladi. Tezligicha 2 marta kamayibdi. v2 barobar v taqsim 2 bo'ladi. Ketirib joy qo'yayman. t2 barobar 2πr2 taqsim v2 bo'ladi. Joy qo'yib hisoblaydigan bo'lsam, 2p ko'paytirilgan 4r taqsim v ko'paytirish, ya'ni 2 tepaga chiqib ketadi. Ya'ni mana bu 2 tepaga chiqib ketadi. Bunda hosil bo'ladiki 8 t hosil bo'lar ekan. Demak 8 marta ortar ekan. 24 ga Y variant. Keyingi savolimiz 25-savol. Elektrovoz g'ildiragining diametri 1 metr bo'lib, u 1 minutda 300 marta aylanadi. Poyezdning tezligini toping. V barobar 2πr taqsim t yoki 2πr newga teng. 1 minutda 3000 marta aylanar ekan, 300 marta. Ya'ni chasosasini topib oladigan bo'lsa, aylanishlar sonini vaqtga nisbatlaydi. 60. Demak, 5 bo'lar ekan. Aylanishlar chastotasi 5 ekan. 2 pi o'rnini 3 oling degan. 2 ko'paytirish 3 ko'paytirilgan 5 ko'paytirilgan radiusi 1 metrga. Hisoblaymiz. Demak, javob bizada 30 degan javob bo'lardi, lekin qaranglar, diametri 1 degani uchun mana bu yerda 1 taqsim 2 bo'ladi, ya'ni radiusi. O'sha hisobda buni javobi 15 bo'lar ekan. Demak, 25 ga to'g'ri javob C variant. Keyingi savolimiz 26-savol. Diametri 3 cm bo'lgan gram plastinka o'zgarmas shuncha aylanish minut chastota bilan aylanmoqda. Uning gardishdagi nuqtaning tezligi qanday bo'ladi deyapti. Demak, diametri 30 bo'lsa, radiusi 15 cm ga teng. Xo'p, chastotani aytyapti. 33 aylanish taqsim minut degan. Bu sekundda bo'lish kerak. Sekundda bo'lish uchun 60 ga bo'lamiz. Ya'ni 33 taqsim 60 bo'ladi. Xo'p, 11 taqsim 20 bo'lar ekan nisbati. Siqli tezlikni topamiz endi. V barobar 2πr new edi. 2 ko'paytirilgan, demak pi ko'paytirilgan rimiz 15 + 2 metrga qism ko'paytiramiz, demak 11 taqsim 20 ga. Bu bilan qisqaradi, bu yerda 10 qoladi, bu bilan qisqaradi, 1/5 qoladi. Demak, qolgan hisoblaydigan bo'lsak 0.52 degan javobga kelar ekanmiz. Demak, 26 ga shunda to'g'ri javob A variant bo'lar ekan. Keyingi savolimiz 27-savol. Agar diametri 0.3 metr bo'lgan velosiped g'ildiragining aylanish chastotasi shuncha bo'lsa, velosiped tezligini qanday deyapti? 2πr taqsim t yoki 2πr new bo'ladi. Joy qo'yib hisoblaymiz. 2 ko'paytirilgan 3/14 ko'paytirilgan radiusi. Xo'p, 0.15 bo'ladi, chunki diametri 0.3 degan. Chastotasi 120 aylanish minut. 60 ga bo'ladigan bo'lsa, 2 bo'lar ekan chastotasi. Shuni hisob-kitob qilsam bo'ldi endi. Demak, 4 0.6 pi bo'lar ekan. Javob Y variant bo'lar ekan. Keyingi savolimiz 28-savol. Yuk avtomobili g'ildiragining diametri 1 metr bo'lib, u 1 minutda 200 marta aylanadi. Avtomobil tezligi qanday deyapti? V barobar 2pi xo'p r new formuladan foydalanamiz. 2 ko'paytirilgan
Hop, 3.14. Ko'paytirilgan radiusi 0.5 bo'ladi, chunki diametri 1 degan. 1 minutda 200 marta aylanadi. Degan chastotani topishim uchun aylanishlar sonini vaqtga bo'lishim kerak, ya'ni 60 minutga. Xo'sh, bundan bitta nol urilib ketadi. 10 taqsim 3 bo'lar ekan. Qolgan demak hisob kitob qiladigan bo'lsak, bizda javob 10.5 degan javob qolar ekan. 28 ga shunda Y variant bo'ladi. Keyingi savolimiz 29-savol. Poyezd tezligi 90 km/soat bo'lsa, radiusi 0.6 metr bo'lgan bo'lsa, lokomotiv g'ildiragida 1 minutda necha marta aylanadi? Xo'p, V barobar 2pi r nu yoki 2pi r nu yozadigan bo'lsam, n taqsim t bo'ladi. 1 minutda necha marta aylanadi degan. Shu yerda aylanishlar sonini topishim uchun V ko'paytirish t taqsim 2pi r bo'lar ekan. Endi joy qo'yib hisoblaymiz. 90 km taqsim soat bu 25 metr taqsim sekund. 1 minut degan 60 bo'lish 2pi radiusi 0.6 metr ekan. Shuni hisob kitob qilamiz endi. Bu bilan qisqaradi. Demak 100 bo'ladi. 2500 ni bo'lamiz 6.28 ga. Bundan bizga 400 degan javob chiqar ekan. 29 ga shunda to'g'ri javob D variant. Xo'p, 30-savol. Velosiped g'ildiragining radiusi 0.4 metr. Velosiped esa shuncha tezlikda harakatlanishi uchun g'ildirak sekundiga necha marta aylanishi kerak? Yana shu formaga V ko'paytirish t taqsim 2pi r formaga qo'yamiz. Xo'p, 4pi ko'paytirilgan 1 sekund sekundiga, ya'ni 1 qo'yamiz. 2 ko'paytirilgan pi ko'paytirilgan radiusi 0.4. Bu bilan qisqaradi 2 bo'ladi. Bu bilan qisqaradi, demak 5 bo'lar ekan javob. A variant. 31-savol. Velosiped g'ildiragining radiusi 0.4 metr. Velosiped esa 4pi tezlik bilan harakatlanish uchun u qanday chastotada aylanishi kerak deyapti. Xo'sh. V barobar 2pi r nu da shu yerdan mana buni topib oladigan bo'lsam, nu barobar V taqsim 2pi r formula bo'ladi. Demak, tezligi 4pi taqsim 2pi ko'paytirilgan 0.4. Buni ham javobi 5 chiqar ekan. A javob. 32-savol. Xo'p, jism radiusi 3 metr bo'lgan aylana bo'ylab shuncha tezlik bilan harakatlanmoqda. Uning aylanish chastotasi qanday deyapti? Xo'sh, chastotani topishimiz uchun tezlikda bo'lamiz 2pi r ga. Xo'p, tezligim 12 bo'lamiz 2 ko'paytirilgan pi ko'paytirilgan radiusi 3 degan. Xo'p, qisqartiradigan bo'lsam 2 taqsim pi qolar ekan javob menda. B variant. 33-savol. Jism radiusi 5 metr bo'lgan aylana bo'ylab shuncha tezlik bilan harakatlanmoqda. Jismning aylanish chastotasi qanday? V taqsim 2pi r bo'ladi yana. Xo'p, 40 da bo'lamiz. Demak, 2pi ko'paytirilgan 5 ga hisoblasam pi ta, ya'ni 4 taqsim pi degan javob qolar ekan menda. S variant. 34-savol. Yuk shuncha tezlik bilan harakatlanib, diametri 6 metr chig'iriqdagi aylanish chastotasi qanday? Yana shu formula. V taqsim 2pi r. Xo'sh, 0.4 da bo'lamiz 2 ko'paytirilgan pi ko'paytirilgan. Xo'p, 16 sm deyapti. Demak, diametri 8 sm bo'ladi, radiusi 0.08. Bundan qisqaradi 5 bo'ladi. 5 taqsim 2pi. Bu taqriban 0.8 ga teng bo'lardi bizda. B javob. 35-savol.
Jism aylanib o'lar harakatida uning aylanish radiusi 2 marta ortib, tezligi 2 marta kamaygan bo'lsa, uning aylanish chastotasi qanaqa o'zgaradi? V barobar nu barobar 2 pi r bo'ladigan bo'lsa, xo'p, radiusini 2 marta orttiramiz. Xo'p, 2 pi 2 r bo'ladi. Xo'p, tezlikni 2 marta kamaytiramiz. V taqsim 2 bo'ladi. Uning aylanish chastotasi qanday o'zgaradi? Joy qo'yib hisoblaydigan bo'lsam, 1 taqsim 4 v taqsim 2 pi r bo'ladi. Demak, 4 marta kamayar ekan. B variant. 36-savol. Vodorod atomining elektroni shuncha radiusda aylanib bo'lib, shuncha chiziqli tezlik bilan harakatlanayotgan bo'lsa, elektronning aylanish chastotasi qanday? Chastota barobar v tezlikda 2 pi r ga bo'lamiz. 2,8 ko'paytirilgan 10⁻6 bo'lamiz. Xo'p, 2 ko'paytirilgan 3,14 ko'paytiramiz. Xo'p, 0,53 ko'paytirilgan 10⁻10 ga. Mana endi shuni hisob-kitob qilishimiz kerak. Buni hisob-kitob qilib topadigan bo'lsak, bizda 6,5 10⁻15 degan javob chiqar ekan. 36 ga B variant. 37-savol. Vertolyot shuncha tezlanish bilan vertikal pastga tusha boshladi. Vertolyot paragining aylanish chastotasi shuncha. Vertolyot 40 metr pasayguncha parag necha marta aylanadi? Demak, buni bajarishimiz uchun 37-savolda xo'p, vertolyot pastga tushyapti. Tezlanish bilan. S 40 metr masofaga, ya'ni H 40 metr masofaga tushadi. Ya'ni H nima edi o'zi? A t kvadrat taqsim 2 edi. Shu yerdan t ni topib olishim uchun 2h taqsim a formuladan ildiz olar ekanman. Demak, joy qo'yib hisoblayman. T barobar 2 ko'paytirilgan. Demak, 40 taqsim 0,2. Xo'p, bundan ildiz oladigan bo'lsam 400 bo'ladi. 400 dan demak ildiz 20 ga teng bo'lar ekan. Demak, 20 sekundda u pastga tushar ekan. Xo'p, necha marta aylanadi deyapti? Xo'p, chastota o'zi aylanishlar sonini vaqtga nisbatlaydi. Shu yerda aylanishlar sonini topadigan bo'lsam, demak, chastotani vaqtga ko'paytiraman. 50 ni ko'paytiramiz 20 ga. Bu yerdan 1000 degan javob chiqar ekan menda. To'g'ri javob shunda E variant. Keyingi savolda aytyapti, 38 shuncha tezlik bilan pastga tusha boshladi. Vertolyot qanotining uzunligi 5 metr. Parrak aylanayotganda qanotining eng chekka nuqtalari shuncha tezlik bilan harakatlanadi. Vertolyot 40 metr pastga tushguncha parrak necha marta aylanadi degan. Xo'p, o'sha formula bo'ladi. 38 ga ham aylanishlar sonini chastotani demak vaqtga ko'paytmas bo'lish kerak. Birinchidan demak chastotani topib olamiz. Chastota formulasi nima edi o'zi? Xo'p, v taqsim 2 pi r formula edi. Joyga keltirib qo'yadigan bo'lsam, v taqsim 2 pi r bo'ladi chastota. T nima edi? 2h taqsim a dan ildiz edi. Hammasini hisob-kitob qilib joyiga qo'yamiz. Tezligi demak, xo'p, 3,14 degan, ya'ni pi ko'paytirilgan 10⁻3 taqsim 2 ko'paytirilgan pi ko'paytirilgan radiusi 5 metr. Xo'p, ana endi ildiz ostida 2 ko'paytirilgan 40 taqsim 0,2 bo'ladi. Bunda 20 chiqardi. Xo'p, bu bilan bu qisqaradi, bu bilan bu qisqaradi. 100 ko'paytirilgan 20. 2/3 degan javob bo'lar ekan. 2000. Demak, 38 ga E variant. 39-savol. Aylanayotgan jismning aylanish o'qidan bir xil masofada joylashgan nuqtalar chiziqli tezliklari, ya'ni bu yerda burchak tezliklari har xil bo'ladi. Modullar va yo'nalishlari bir xil bo'lmagan chiziqli tezliklar bilan harakatlanadi. 39 ga to'g'ri javob E variant. Keyingi savolimiz 40-savol. Turbogenerator shuncha aylanish chastotaga ega, uning burchak tezligini toping. Burchak tezligining formulasi tezlikda radiusga nisbati.
yoki 2pi taqsim davrga teng yoki 2pi new formulalar bilan topiladi. Ana endi shunga qo'yib hisoblaymiz. Demak, chastota berilgan bizda. Burchak tezligi 2pi ko'paytirib burchak tezligim ana endi 3000 taqsim 60 bo'ladi. Chunki minut degan sekundga qilishim kerak. Bu bilan qisqartiradigan bo'lsam 50, 100 pi chiqar ekan, 100 pini ko'paytiradigan bo'lsam 300 chiqar ekan javobim. Demak, 40 ga to'g'ri javob D variant. 41-savol. Radiusda shuncha bo'lgan g'ildirak shuncha tezlik bilan aylanmoqda. G'ildirakning burchak tezligini toping. Burchak tezlik tezlikda radiusga nisbati. 12 ni bo'lamiz 0.25 ga. 48 chiqar ekan. E variant. 42-savol. Burchak tezligi shuncha bo'lgan va 450 marta aylanish uchun necha minut kerak deyapti. Burchak tezligi demak, xo'p, 2pi new bo'ladi yoki 2pi n taqsim t bo'ladi. Shu yerdan vaqtni topib oladigan bo'lsam, xo'p, 2pi n taqsim burchak tezlik bo'ladi. Jo'ja qo'yamiz. 2pi ko'paytirilgan necha marta aylanish kerak? 450 marta va 2,5 pi radius. 2,5 pi burchak tezlik bilan pi lar ketadi. Xo'p, 900 bilan 900 ni 2,5 bo'lishim kerak. Manda 360 chiqar shunda. 360 sekund. Buni minutga qilsam, demak 6 minut kerak bo'lar ekan. 42 ga A javob. 43-savol. Vagonning relsga nisbatan tezligi shuncha. Uning diametri 40 bo'lsa, g'ildirakning burchak tezligini toping. Tezlikda bo'lamiz radiusga. Xo'p, 72 km taqsim soat demak metr taqsim sekundga qilsam 20 bo'ladi. Diametr 40 cm bo'lsa, radius 20 cm bo'ladi. Bu 0.2. Xo'p, 100 bo'lar ekan javobi. E javob. 44-savol. Avtomobil tezligi shuncha, diametri esa 62. G'ildirakning burchak tezligini toping. Bu taqsim R. Demak, 20 ni bo'lamiz yarmisi 0.31 ga. Buni hisob kitob qiladigan bo'lsak, 64.5 degan javob bo'lar ekan. A javob. 45-savol. Xo'p, 1 radian sekund burchak tezlikda aylanayotgan karuselda qizchaning tezligini toping deyapti. Burchak tezlik v taqsim r da. Shu yerdan v ni topib oladigan bo'lsam, burchak tezlikda radiusga ko'paytmasa. Endi 1 ni ko'paytiramiz 2 ga. 2 bo'lar ekan. A javob. 46. Burchak tezligi shuncha bo'lgan charx toshi 2 sekund ichida qanday burchakka buriladi deyapti. Ya'ni burchak tezligining formulasi burilayotgan fi taqsim t edi. Shu yerdan fi ni topib oladigan bo'lsam, burchak tezligini demak t ga ko'paytmas. Bundan hosil bo'ladiki, fi barobar 3.14 radian, ya'ni bu pi degani, pi ko'paytiramiz 2. 2pi, 2pi menga 360 gradus degani. 46 ga. 47-savol. Shuncha tezlikka ega bo'lgan g'ildirak 40 minutda necha marta aylanadi deyapti. Xo'p, burchak tezligim 2pi new formulani topiladigan bo'lsa, xo'p, 2pi n taqsim t deb yozadigan bo'lsa, necha marta aylanadi deyapti. Demak, aylanishlar soni pi ko'paytirilgan t taqsim 2pi bo'lar ekan. Xo'sh, joy-joy qo'yib hisoblaymiz endi. 8 ko'paytirilgan 40 ko'paytirilgan 60 sekund o'tkazdim. 2 ko'paytirilgan 3.14. Mana endi buni hisob kitob qiladigan bo'lsak, 3057 degan javob chiqar ekan. B javob. 48-savol.
G'ildirak shuncha burchak tezlikda aylanmoqda. 20 sekund davomida 10 necha marta aylanadi. Aylanishlar soni fi ko'paytirilgan taqsim 2 pi edi. 47 masaladagi formula. 100 pi ko'paytirilgan 20 taqsim 2 pi. Bo'lmam qisqaradi 50 bo'lar 1000 marta aylanar ekan. D javob. 49-savol. Berilgan burchak tezliklar bilan aylanish davri orasidagi formulani toping deyapti. Y javob bo'ladi. Ya'ni 6 bo'ladi, 5 bo'ladi. Burchak tezlik bilan aylanish davri. Bu yerda faqat davr bilan ifodalang degan ekan. Demak 6 kirmay shunda. Demak 49 ga to'g'ri javob Y variant bo'ladi shunda. 50-savol. Ikkita moddiy nuqta aylanma bo'ylab harakat qilmoqda. Aylanish davrlari nisbati 2 ekan. Burchak tezliklari nisbatini toping. Demak, davrlar nisbati 2 nisbatda bo'ladigan bo'lsa, ular burchak tezliklari nisbati shuni teskari nisbatda bo'ladi, ya'ni 1-2 nisbatda bo'ladi. Xo'p, mana bu formulaga qo'ysalaringiz, o'shandan kelib chiqadi. 51-savol. Miltiqdan otilgan gorizontal o'q atrofida 25 Gz chastota bilan aylanayotgan bir-biridan 50 sm masofada joylashgan ikkita diskni teshib o'tdi. Teshiklar bir-biridan 18 gradusga siljgan bo'lsa, o'qning ikki disk orasidagi tezligi qanday bo'lgan? Xo'p. Mana shunda ikkita disk aylanayotgan bo'lgan. Xo'p, tepaga qarab harakatlanyapti. Masalan, bunisi ham tepaga harakatlanyapti. O'q mana bu yerdan kelgan, mana bundan kirgan va mana bu nuqtadan chiqib ketgan taqriban. Xo'sh, bularda burchak phi aylanyapti. Burchak phi nima edi? W ko'paytirilgan t ga teng edi. Xo'p, ana endi t nimaga teng? S taqsim v ga teng edi. Keltirib qo'yadigan bo'lsam, phi barobar nu ko'paytirilgan, demak S taqsim v edi. Nu ni yoyadigan bo'lsam, 2 pi nu S taqsim v bo'lar ekan burchak phi ga. Ana endi v ni topadigan bo'lsam shu yerdan 2 pi ko'paytirilgan nu S taqsim phi bo'lar ekan. Hammasi bormanda joy-joy qo'yib hisoblayman. 2 pi ko'paytirilgan. Burchak tezligim demak chastotam 25. Xo'p, S masofam 50 sm, ya'ni 0.5 metr degani bo'lish. Xo'p, phi ham endi pi taqsim 10 ekan. Ya'ni 18 gradus degan. Pi taqsim 10. Bundan qisqaradi, tepaga chiqib ketadi. 50 250 degan javob bo'lar ekan. Ya'ni 250 chiqadi, ko'paytmas. Keyingi savolimiz 52-savol. Agar aylanayotgan disk ustidagi radiuslari 1 sm ga farq qiladigan ikki nuqtaning chiziqli tezliklari orasidagi farq xo'p 0.314 pi ga teng bo'lsa, aylanishlar chastotasini toping. Ya'ni nima demoqchi? Mana shu aylana. Xo'p, mana bu yerda chiziqli tezlik qanaqadir v1. Ya'ni undan 1 sm ga farq qiladigan, ya'ni mana bu yerda v2. Demak, orasidagi farq deyapti v1 minus v2, demak 0.314 ga teng ekan. Bir tomondan phi birim nimada o'zi? Demak, burchak tezlikda r1 ga nisbatan ko'paytmas. Phi 2 nimada? Xo'p, burchak tezlikda r1 minus 1 sm deyapti. Xo'p, ana endi shu ikkalasi ayirma qilib yozadigan bo'lsam, phi r1 xo'p minus phi r1 minus 1 sm barobar 0.314. Ayirma qilib yozadigan bo'lsam, phi xo'p r1 lar qisqarib ketar ekan, ko'paytirilgan 1 sm barobar 0.314. Endi phi ni yo'yadigan bo'lsam, ya'ni burchak tezligini 2 pi nu bo'lardi. Shu yerdan nu topadigan bo'lsam, 0.314 taqsim
2 ko'paytirilgan 1 santimetrda. Eslarda bo'lsa, unisi -2 bo'ladi. Tepaga chiqib ketadigan bo'lsa, bu 31,4 bo'ladi. Bu bilan bu qisqarib ketsa 10. Ya'ni 5 bo'lar ekan burchak tezligi. 52 ga shunda B variant. 53-savol. Agar maxovik aylanganda gardishlardagi nuqtalar tezliklari oltita ulardan o'qqacha 1,5 sm yaqinroq bo'lgan nuqtalar tezligi esa 5,5 bo'lsa, maxovik radiusini toping deyapti. Bitta oldingi misoldagi formulaga qo'yamiz, ya'ni phi1 r1 minus phi1 r1 minus qancha? 1,5 sm degan to'g'rimi? 1,5. Shu teng ekan tezliklar ayirmasining ichida 0,5 ga. Shu yerdan phi1 demak ko'paytirish 1,5 barobar 0,5 bo'ladi. Xo'p, phi1 shunda 1/3 tepada ya'ni 100 ko'paytirish bo'ladi, ya'ni 100/3 bo'ladi. Va buni sababi 0,5 taqsim 1,5 ko'paytirilgan 12 santimetr metrga o'qisam. 12 tepaga chiqib ketadi, 100 taqsim 3 bo'ladi. 0,5 bilan 1,5 qisqarib. Endi fining ixtiyori bittasi yetib qo'yamiz. Fi bir masalan v1 taqsim r1 umumiy radiusni topadigan bo'lsam, shu radius barobar v1 taqsim phi1 bo'ladi. 6 ni bilamiz, 100 taqsim, ya'ni 3 tepaga chiqib ketadi. Xo'p, 18 bilan 18, ya'ni 18 santimetrga teng bo'lar ekan. D variant 53 ga. Keyingi savolimiz 54-savol. Disk chekka nuqtalari 6, unga markazga shuncha yaqinroq bo'lgan nuqtasinin tezligi 1,5 bo'lsa, diskning radiusini toping metrda. Bu xuddi 53 da o'zi, faqat unga ko'paytmasi 1,5 santimetrda. Endi bu 15 santimetr. Demak, javobni ham unga ko'paytmasiga bo'lar ekan. E javob. 55-rasmda ko'rsatilgan doimiy chastota bilan suv sirkasi aylanish yo'nalishi bo'ylab harakatlanmoqda. Qaysi nuqtaning tezligi maksimal va yuqoriga yo'nalgan bo'ladi? Bu yerda eng maksimal tezlik mana bu Y nuqtada bo'ladi, chunki harakatni shu yerdan boshlagan. O'sha hisobda to'g'ri javob B variantga teng bo'ladi. 56-savol. 56-savolda aytyapti, A gras janubiy kenglikdagi yer sirtining chiziqli tezligini aniqlang. Chiziqli tezligi V barobar o'zi 2 pi r taqsim t da. Ana endi shu yerdan qaranglar, r da tushuntiraman. Mana shu radian chiziqlar deb oladigan bo'lsak, mana bu r ga teng. Bizga mana bu alfa burchak ostidagi xo'p chiziqli tezlikni aniqlang deyapti. Mana buni. Xo'p, buni topish uchun bilsalar agar mana bu r kosinus alfa edi. R o'rniga keltirib qo'yadigan bo'lsam, 2 pi r kosinus alfa taqsim t ga teng bo'lar ekan. Demak, 56 ga shunda to'g'ri javob A variant. 57-savol. Shuncha kilometr radiusli sferik sayyorada sutkasining doimiyligi shunchaga teng ekan. Uning 60 gradusli janubiy kenglikdagi joylashgan nuqtalardagi sayyoraning aylanish nishoni hisobiga qanday tezlikka erishadi? Ya'ni 56-formulani qo'yamiz. V barobar 2 pi r kosinus alfa taqsim t. Xo'sh, 2 pi ko'paytiraman, radius qancha? 9 10 ustida 6 metrga o'qizamiz. Kosinus 60 gradusga 0,5 ga teng taqsim davra. Sutkaning shunchaga teng deyapti. 25,12 ni ko'paytiramiz 3600 ga. Chunki sekundga o'qishim kerak. Buni hisobga qilamiz endi. Ya'ni buni javobi 312,5 ga teng bo'lar ekan. Kalkulyatorda hisoblab ko'rsalardan bo'ladi. D variant. 58-savol.
Yer radiusi shunchaga teng. Yer o'z atrofida aylanishida ekvatordagi nuqtalarning chiziqli tezligi qanday bo'ladi deyapti. Demak, chiziqli tezlikning formulasi 2pi r taqsim xo'sh t edi. Ana endi ekvatorda deyapti. Ya'ni ekvatorda xo'p, aylanib mana bunaqasiga chizib o'tgan tekislik. Ana endi yer butun qarab, ya'ni butun qarab harakatlanganda v tezlikda aylanadi, lekin uni ekvatori 2v bilan aylanar edi. Shuni hisobiga ekvator 2v bilan aylangan hisobda 2 ni mana mahrajga bo'lish qilib qo'yamiz. Ya'ni 2 mana bu yerga ko'paytirish bo'lib o'tadi shunda. 2 qisqaradi, pi r taqsim t bo'ladi ekvatordagi xo'p burchak tezlik. Jo'jo xo'p hisoblaymiz endi. Pi ko'paytirilgan 6400 ko'paytirilgan 10^3 bo'ladi. 10^3 bo'ladi, chunki metrga o'tkazganimda aylanish davri endi 24 soatda ko'paytiramiz 3600 ga sekundga o'tkazyapman. Demak, buni hisob-kitob qiladigan bo'lsak, 465 degan javob chiqar ekan bizda. 58 ga shunda D javob. 59-savol. Yer sharida olingan nuqta 1 soatda necha gradusga buriladi degan. Xo'p, burchak fisini topadigan bo'lsam, chastotani demak radiusga ko'paytmas edi. Yoki 2pi taqsim t ko'paytirilgan radius edi. Xo'p, olingan 1 soatda deyapti. Xo'p, ana endi buni qo'yib hisoblaydigan bo'lsak, radiusni ya'ni aylanish davrini qo'yadigan bo'lsak, 2pi chiqaradi bizda. Yana 360 gradusda aylanar edi. Lekin qaranglar, 1 soatda degani uchun davr nimaga bo'linyapti? O'zi davrim 24 soatida, ya'ni 24 ga bo'linyapti. Shu fini bo'lamiz 24 ga endi. Ya'ni 360 da bo'larkanmiz 24 ga. Buni hisob-kitob qiladigan bo'lsak, 15 gradusga burilar ekan. 59 ga shunda D javob. Demak, shu bilan 10-mavzuni tahlilini tugatdik. Xo'p, 10-mavzuyimiz egri chiziqli harakatida. E'tiboringiz uchun rahmat.